Sondan tamam. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hamdam Kerbek kanalına obunachilar. Yaxshimisizlar? Salom etmisizlar. Bugungi video rolikimiz, hurmatli obunachilar, turbolar sotiladi. Diametri necha buni? 1 sant. Yo'q, qalinligi. Ha, qalinligi 1 sant. Ha, bu 159. Buni metri necha bo'la? 8,5 metr. 8,5 metr. 11,5 metr, 8,5 metr her xilisi bor. 5 metrlik, 4 metrlik her xilisi bor ekan bu yerda. Eng uzuni 11,5. Ha, ish turbalar enjidagilar. O'g'andagilar sotilgan deding. Bu joy üstüne basılgan bu. Hammasi bir xilmi buni? Santimetrlar her xilisi bormi? Uni baholar ham har xil bo'ladandira. Bahası her xil oladi, kelishib berasan. Tak. O yana 1 santimetr necha? Yarım santimetr, 1 santimetrligi bu. Lekin diametri hammasi bir xil. Ajoyib, ina hurmatli obunachilar. Ina bu yarım santimetr o'xshaydi menimcha. Shu yarım santimetr 159 deding. Ina kimda kimga kerak bo'lsa, hurmatli obunachilar, bemalol murojaat etaverasizlar. Bu yerni satdim dedi, bu yerdagi to'rvalar sotilgan ekan, yushiri. Yushidagilar kelishib olaverasizlar, kimda kimga kerak bo'lsa. Manzilimizga keladigan bo'lsak, Xazaras tumani, Kerbek qishlog'i, Eg'izda, Eg'iz desa oyoq tarafda bemalol telefonlashib kelaverasizlar. Ekrandagi nomerlarga telefon urasizlar, shu turbani egasi. Necha so'm deysan buni endi? Narxlarni ham ayt. 1 santimetrlik 300 ming so'm. Metri 1 santimetrligi 300 ming so'm metri. 250 ming so'm. Yarım santimetrligi 250 ming so'm metri. Ondan kelishadiganlar bor. Hurmatli obunachilar, aytib o'tganimizdek, aytib o'tdik, shu 300 ming so'm, 1 santimetrligi, yarım santimetrligi 250 ming so'm. Aytilgani bilan kelishamiz dedilar, ustunda kelishasizlar, kelishib beradi. Yine ajoyib turbalar, zanglagan, tushirgan, döşilgan joyi yo'q. Bastırmalarsa navislar ham ketaveradi ham bu. Dik fermaxonalarni elinden basıp zo'r turba ko'p ekan. Bedan necha dona turba bor taxminan? Qalınından 15 tane var, 20 tane var. Qalınından 15 tane. Yipqadan 20. 20 dona ekan. Ana ko'p ekan. Necha desangiz bu turba. Donalab ham berarsan, 2 dona alamaz desalar. 2 dona desangiz 2 dona alab ham sotaveradi. Metrlab desangiz 4 metrligini ham beraveradi. Lekin kesib ham beraverasan. 2 metr, 1,5. Ondan ham gelish. Ondan ham bor ekan, obunachilar. Bemalol ekrandagi nomerlarga telefon uraverasizlar, egasi bilan gaplashasizlar. Kelishib olasizlar. Şu videomuza bir like, kanalımıza abone olmasanız abone olup koyun. Keyingi video rolikimizde görüşünce deb qolamiz. Sağ olasizlar, salomat bo'lasizlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat, kamchiliklar uchun uzr so'raymiz.